2 yil bel og'rig'i bilan Tojikistondan mana shu yerga kelib shifo topdim. Assalomu alaykum. Mana men Tojikiston Respublikasi qo'shni davlat Asht rayonidan O'zbekiston Respublikasi Qo'qon shahri Medical Service klinikasiga bel og'riq, oyoq og'riqlar bilan murojaat bilan kelgan edim. Mana doktorlarga rahmat. Davolashdi. Hammasi yaxshi o'tdi. Oldin yurishlarim ancha qiyin edi. Yurishga qiynalar edim. Mana hozir yuribman. Bemalol kimlarki dard shu shifo bilan murojaat qilsalar, a'lo darajada shifo topib ketadi degan umiddaman. Hech kim og'rimasin. Og'riq dardini mana ko'rib keldik. Yurishlar mana a'lo. Doktorlarga rahmat.